har bir insonni har doim jismidan atrofga juda kuchli va tez yaxshi va yomon ta'sir ko'rsata oladigan bioenergiya ajralib chiqadi. Oddiy holatlarda bu ajralib chiqqan bioenergiya insonni atrofidagi mavjud bo'lgan mavjudotlarga juda kuchli, tez, yaxshi va yomon ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat 5 ta holatda juda kuchli, tez, yaxshi va yomon ta'sir ko'rsatadi. Birinchi holat: inson atrofida mavjud bo'lgan mavjudotlarga havas qilib, zavqlanib, quvonib, ko'ngli shod bo'lib qaraganda. Ikkinchi holat: inson atrofida bo'lgan mavjud bo'lgan narsalarga hasad qilib, nafrat bilan g'azablanib qaraganda. Uchinchi holat: inson bir insonga yomonlik qilganda, o'sha yomonlik qilgan insonidan o'sha vaqtda u insonni dili vayron bo'lib, xafa bo'lganligi sababli o'sha insondan o'sha vaqtda juda kuchli bioenergiya ajralib chiqib, juda tez holatda yomon ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchi holat shuki, inson bir insonga yaxshilik qilganda, o'sha yaxshilik ko'rgan insondan o'sha vaqtda juda kuchli bioenergiya ajralib chiqadi. Ko'ngli shod bo'lib, xursand bo'lganligi sababli. Va mana shu bioenergiya o'sha yaxshilik qilgan insonga juda kuchli va tez, yaxshi holatda ta'sir ko'rsatadi. Beshinchi holat shuki, bir insonni massaj qilgan vaqtda o'sha massaj qabul qilayotgan insonni jismida o'zini jismiga bioenergiya yetarli miqdorda ishlab chiqarilmay qolganligi sababli holsizlanib, jismi zaiflashib qolgan bo'lsa, ana shu massaj qilgan insonda agar bioenergiya yetarli miqdorda kuchli holatda ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, o'sha inson massaj qilganligi sababli u insonni jismida mavjud bo'lgan kuchli bioenergiya massaj qildirayotgan insonga o'tadi va o'sha massaj qildirayotgan insonga juda kuchli va tez yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Natijada u inson o'zini qushday yengil, yaxshi his qiladi. Yaxshi ta'sir qilishi shuki, insonga bioenergiyasi yaxshi ta'sir qilishi holati shundayki, inson
o'zini qushday yengil his qiladi, harakatchan va dadil his qiladi. O'ziga qo'shimcha energiya qabul qilganligini hisobiga butun jismi kuchli bo'ladi va sog'lom bo'ladi, baquvvat bo'ladi, har doim ishlari yurishadi. Yomon ta'sir qilish holati shuki, insonga insonni bioenergiyasi yomon ta'sir qilish holati shuki, insonni butun jismi zaiflashadi va turli xil kasalliklar u insonni jismida paydo bo'ladi va ancha-munchaga u kasallik tuzalmaydi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, bu kasallikni davosi yo'q. Va insonga yana shunday yomon ta'sir qiladiki, insonni bioenergiyasi kuchli va tez yomon ta'sir qilishi shunday holatda bo'ladiki, insonni miya hujayralarini biroz karaxt holatga tushirib qo'yadi. Natijada inson o'zini atrofidagi mavjud bo'lgan narsalarga, umuman har bir narsaga bee'tibor bo'lib qoladi. Oqibatda hayoti davomida turli xil falokatlarga va halokatlarga, baxtsiz voqea va hodisalarga giriftor bo'lib, juda katta ziyon ko'radi. Hattoki halok bo'lishi ham mumkin. Sog'lig'ini ham yo'qotadi. Jismi zaiflashadi. Umri qisqaradi.